Avvalambor assalomu alaykum. Men ismim Muhriddin. Gulsanor universiteti Agrobiotexnologiyalar va ilmiy tadqiqot instituti laboratoriyasida, kimyo tahlil laboratoriyasidamiz. Bu yerda yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi joylashgan. Bugun sizlar bilan ushbu qurilmani ishlash prinsiplari, tuzilishi hamda programmasini yoqishlar o'rgatamiz. Demak, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi Agilent 1260 Infinity 2 Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan. Nasos qismi, mana bu qismiga keladigan bo'lsak, nasos bu kolonka 15lik 150 ml kolonka turibdi, millimetrlik injection, ya'ni ma'lumotlar moddalarni kiritish joyi. Mana bu DAT diodli matrisal detektor, bu fluorescent detektor. Tepada bizda buferlarimiz bor. Demak, A buferda bizda astangiz turibdi, B'da distillagan suv turibdi, C'da aminoksid analizi uchun baratli bufer va D'da astenitil metanolli bufer joylashgan. Xo'sh, endi buni yoqish haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi navbatda yopib qo'yiladi. To'rtga ulangan, hozir UPSlar yoqilgan. Har doim pastki tomonni yoqib boshlaymiz. 1, 2, 3, 4 va kompyuterni ishga tushiramiz. Mana bu videoda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ikkita programmasi bor, ya'ni HPLC 1260 VST va HPLC 1260 Autonomio degan. Ya'ni bu yerda bu offline, bu online. Ya'ni online to'g'ri boshqarish uchun biz odatda bunga kirishimiz kerak bo'ladi. Birinchi mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana bu qism metodlar qismi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda metodlarni turli xil biz o'zimiz tomonidan o'zimiz tarafdan yaratilgan metodlar bu yerda, masalan, mana axlotaksin, 3 turli xil nomlarni o'zimiz berganmiz. Ya'ni bu yerda nima kerak bo'lsa, o'shalarni kodifikatsiya bo'yicha metodlar yaratilgan. Endi biz eng ko'p ishlaydigan qism mana bu qism hisoblanadi. Sampler qismi, ya'ni bu yerda namuna olish qismi deyiladi. Bu yerda 5 mikrolitr turibdi. Demak, namuna, biz qo'ygan namunadan 5 mikrolitr oladi va xromatografiya uchun, kolonka uchun jo'natadi. 5 mikrolitr. Mana bu yerda biz aytgan 4 ta bufer eritmadan biz aytgan xohlaganimizni xohlagan kombinatsiyada haydab oladi hamda bu yerda oqim tezligi ham ko'rsatilgan. Qolaversa, hosil bo'ladigan bosim ham bu yerda ko'rinib turadi. Bu kolonkaning temperaturasi, bu yerda DAT diodli matrisal detektor, birinchi detektordagi, bu yerda fluorescent detektorda yoqamiz. Hammasi alohida yoqsa ham bo'ladi, mana bu yerda общий umumiy bitta qilib yoqsa ham bo'ladi. Xo'sh, bu yerda turli xil metodlar bu yerdan ham tanlab ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerdan ham load metod
metodlar o'qishdan ham metodlarni tanlab ko'rsak bo'ladi, xohlagan metodni. Hozir biz sizlar bilan bitta yangi metod tanlashni o'rgataman. Masalan, yangi emas, biroq eski metodlar bittasini tanlashni o'rgatib, keyin darslarda yangi metod tanlashni o'rgataman. Xo'sh, hozir masalan aminokislota degan metod tanlaydigan bo'lsak, yo'q, salitr kislotalarni falsifikat uchun metod tanlaymiz. Ya'ni bu yerda avvaldan kiritilgan metod bo'yicha 50% asingir, 25% suv hamda 25% buferda oqadi. Sirka kislota buferda. Temperaturasi 30 gradus ekan, 3 mikrolitr olar ekan namunadan. Mana bunday holatga metodga kiradigan bo'lsak, qaysi to'lqinlilikda yog'ib turganini ko'ramiz. Bu yerda yo'q, demak biotermatrislar detektor ishlatilmayapti bu yerda. Bu yerda fluorescent detektor ishlatilgan. Fluorescent detektor 230 dan 360 nanometr oralig'ida ko'rar ekan. Mana bu yerdan ko'rishingiz mumkin, fluorescent detektor 230-460 nanometrda. Agar boshqa bir detektorlar bo'lganda, mana bittasi 10 holatda bo'lganda, mana bunday holatda o'tkazsak ko'rinadi. O'sha kanaldan uni chiqarib tashlagan bo'ladi. Mana bu joyda biz uzaytirishimiz mumkin, minutlarni kattayrtirishimiz, kichraytirishimiz mumkin. Kompyuterlarda ham xuddi shunday kattayrtirib, kichraytirib, ya'ni lupa vazifasini bajaradi. Shundan mumkin. Mana demak 50 25 holatda 0.35 ml minutda oqyapti. Bosim 51. Bu bosim borgancha ko'tarib boraveradi, oxir ma'lum vaqtga borib to'xtaydi me'yorga. O'shanda analiz berilishi kerak. Yoqib mana bu yerda sekvensiyada o'zimda nimamga? sekvensiya bo'yicha Sakalgan trafik qilmoqchi o'shanga. Mana kamera ishlatib o'chirish qanday bo'ladi? O'chirish ham xuddi shunaqa. Demak, o'chirishni dastlab endi bu yerda turli xil beruvchilardan foydalangan sababli bu yerda yuvish degan metod yaratib qo'yganman. Endi nima ishlatilganligiga qarab, masalan, hozir bu yerda B modda ham ishlatildi, C modda ham ishlatildi. Agar biz tuzli bufer ishlatadigan bo'lsak, B moddani ham 50 qilamiz. Metodga kiramiz, ichishga qo'yamiz, hamda buni ham 50 qilamiz. 2 ml minutda oqyapti. O'shani 1 ml minutga tushiramiz. Sekinroq. Mana. Ma'lum vaqtdan keyin buni bosimi kamayib boshlaydi va oxirida 100% asetilda o'zidan foydalanamiz. Yozib qo'yganman, to'liq asetilda oqim tezligi 1 ml minut bo'lganda, bosim 56 bar bo'lgandan keyin o'chirilsin degan. 56 barga tushish kerak mana bu uzunlikka. Ko'ryapmiz, tushib boryapti. Qaysi ma'lumotlar o'zgartirmoqchi bo'lsak, o'shani metod degan joyga kiramiz. Metodga kirsak, mana 5 mikrolitr. Shuni xohlagancha o'zgartirishimiz mumkin. 20 mikrolitrmi, 30 mikrolitrmi, 100 mikrolitrgacha oladi. Mana bu yerda xuddi shunaqa. Burada nimani ko'rishimiz mumkin? Oqim tezligini, qaysini qancha foydalanishni, bu yerda bosimga limiti bor. 400 bargacha maksimal deb qo'yganmiz. Bu yerda keyin stop time bor, boyagi vaqt to'xtatish, analiz vaqti to'xtatish. Bu yerda esa diagnostika sistemasi bor. Bular ham boshqa darslarda o'rgataman. Mana bu yerda esa kolonkani temperaturasi, masalan, not control etsagan bo'ladi, kontrol etsagan bo'ladi. Masalan, 40 gradus, 70 gradusgacha ko'tarsak bo'ladi. Eng ma'quli bular uchun 30 gradus. Bu yerda esa boya aytganimizdek detektorlar 254, 230, 280 nanometrlarda ko'rilar ekan. Fluorescent detektorda esa
Odatda mana shu 230-460 nanometr turadi. Shu bo'yicha to'lovlar. Kolonka to'liq qizimaganligi uchun 56 bargacha tushmaydi. E, Chunki kolonka to'liq qizimagan. Shu sababli 62 barda ham o'chirsa kerak. O'chirish esa off tugmasida amalga oshadi. X bosib chiqib ketamiz. Xo'sh, hozirgi o'zgartirdik-ku mavjudlar. O'shani so'rayapti. Saqlaymi, saqlamaymi? Yo'q, saqlash shart emas. Keyingi darsda buni davom ko'rsataman.